Shuncha oshnam haqida gapirib, bu oshnam haqida gapirmasam bo'lmaydi. Men hali sizlar ham taniysizlar. Ko'chada chiroyli qiz bilan bitta xaroproq bola ketayotgan bola, Jakuga o'xshaydigan bola. Asha bola, xuddi asha bola, sizlar ham ko'rgansizlar. Men hali qizlarga hayron qolaman. Singlim nima bu ota-onangiz mana shu uchun shuncha harakat qilmagandir. Ahvolni qarang. Huniyligim huniy emas, tim huniy bu. Huniy odamlar yo'qolib ketmasligi uchun qizil kitobga ham kiritilgan. Kallasida ham hech narsa yo'q, mana kaseta turadi bu. Bir marta maqtoy olib olgan, ana shunday yo'lami degan nominatsiya bo'yicha oluvdim ekan bilmayman deb. U puli ham yo'q degan qizga, puli ham yo'q. Yer yuzini pulini to'plab turib, qarzlariga to'lamaysiz, 3000 so'm yetmay qoladi bu. Nimasiga ishani nima deb aldadi bu siz? Sen unaqa qarama, munningni tortib olib. Men mog'oriylarda nima deb aldagan deb o'ylayman-da. Nima deb aldagan? Shu nima hali bizga aytib berganmi? Ko'chada 3 kishini bitta o'zim urdim, bitta o'zim. Deydi-yu. Hech ham ko'rganmisizlar bir kishi kelib turib, kecha 3 kishi ketayotdi, bir kishi urib pachag'imizni chiqarib olib bittamiz komada yotib degan. Yo'q, u yolg'on-da, yolg'on, faqat yolg'on bu.